Nim bo'ldi, tezroq degina, ishim aldirash mening. Yana bir odam kelganda aytman. Hey? Voy, tez bo'g'ina tez. Nim bo'ldi? Dang 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 dang. Ma. Yangla. Qanday ekan? Ta'mi yaxshi bo'pti. Bo'ladi ekan. Buni ijod qilib chiqdim. Vali turmili. Ishchimlik qilmoqchi eding-ku. Ishchimlik tadqiq qilish bosqichida. Biroq ishqimlarning tiliga tetigan bo'lsa, men bag'o changsini yengalaydigan bo'ldim. Nemishqa xalq bilan chiqishamaysan? Buni chiqishamaslik demaymiz, buni savdo raqobati deymiz. Sizlarga desam, bugun oqshom kechlik bozorda savdo bo'rini chiqdi. Mana men shu bo'ronni chiqirdigan odam. Buni-chi qudratquli qilish deymiz. Meni chaqirib kelib faqat mush ishni demoqchimiding? Aldirash ekanligimni bilmamsan? Aynor xo'shamsa. Aldirash ekanligimni bilmamsan? Tetigan bo'lsa bo'ldi. Changsining aytgan joy do'konida ujrat tuturayotgan mehmonlar menga qaranglar. Agar u yerda ujrat tuturmay mendan yemaklik setib olsanglar, 20% e'tibor bahoda berman. Og'zingizni shumang. Vali turmili, bek tamlik. İşkini yapma toymay. Yana 3 niydi. Ata dadamni başlap kelib 4 niyeymiz. Şuna sizlarmi kelib setib olinglar. Bek tamlik. Yeyishni bilsam. Men-chi, maktabga berib dars o'tmasam bo'lmaydi. Bugun senga amra bo'lamaydigan bo'ldim. Ma'qul, menga bergin. Vali turmilning ta'mi bo'ladi ekan. Albatta shundoq bo'ladi. Men sizni apirib qo'yay. Apirib qo'ysang bo'ladi. Lekin askartib qo'ya, yuvashroq bo'l, ha? Biz mangdoqa. Xo'sh. O'tiribdi, ujrat tuturmasanglar 50% e'tibor sotman. Tanımagansiz? Yaqay. Hey, kechlik maktab qayerda? Bugun Qurban qo'l hunarvanchilik do'konidagi do'stlar dars o'taman. Ularning yig'inzorligiga borsaqli bo'ldi. Shuncha yiroqmi? Yiroq emas. Motosikletni meninga. Voy, ya bo'ldi. Hech qisi yo'q, men yuguribman. Hech qisi yo'q meninga. Rastavotman. Men tez yugurayman. Kaningizdan yugursam bo'ladi. Meninga. Men haydaymanmi? Men Brother, bugun savdan xeyr yaxshi ekan, ha? Bo'p qoldi. Bugun bir bola birini setib olgan edi. Keyin boshqa bolalarmi agishib kelib setib oldi. Qizib ketdi. Lekin rost o'xshabdi. Albatta-da. Birdamdan keyin Vali turmilning puli 50 yuan. Albatta. Tuzuk gap qila, bu 10 yuanga setiladi-ku. Qo'lingdagi 50 yuan yaraydi. 50 yuan avatib bersang, bugun naqd 500 yuan topgan bo'laman. Qani degna, bunda qilsang qachonlarda 1 million topa olasan?